Siz videoni oxirigacha ko'rsangiz, qanaqa iPad versiya qilishni ko'rsataman va o'rgatib boraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Hop, Androiddan Google Play kiramiz. Poiskka Split Screen deb yozamiz. Split Screen ekan. Hop, mana shu 2 turgan programmani yuklab olamiz. Men yuklab olganman, yuklab olaman. Hop, tepaga birinchi bo'lib YouTube qo'yamiz. YouTube pastga PUBG Mobile qo'yamiz. Hop, endi добавить на домашний экран. Shuni bosib olamiz. Keyin dotdan использователь deb bosamiz. Hop, mana bo'ldi. Bitishga chiqadi. Dotdan chiqamiz. Mana bu yerda YouTube bilan PUBG Mobile bitta qo'ygan, shuni bosamiz. PUBG ga kiradi. Sekin ekranni cho'zamiz. Mana. Endi chiqamiz.